Qizlarni ushbu orolda har kuni zo'rlashardi. Lekin qizlar ertasi kuni hech narsani eslay olishmasdi. Va bu shunday davom etardi. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizning birinchi videosiga xush kelibsiz. Tasavvur qiling. Boy va hashamatli orol. Go'zal qizlar, boy yigitlar, ziyofatlar va cheksiz dam olish. Lekin bir payt yigitlar qizlarga nisbatan juda qo'pol va tegajog'lik qila boshlashadi. Bu oddiy sayohat emas, bu qo'rqinchli tuzoq edi. Film Frida ismli qizdan boshlanadi. U ofitsiant va manikyurchi bo'lib ishlaydi. Bir kuni dugonasi Jess bilan bir ziyofatga ofitsiant bo'lib boradi. Va u yerda juda ham boy biznesmen Slater King bilan tanishib qoladi. Slater ularni o'zini shaxsiy oroliga hashamatli dam olishga taklif qiladi. Oroldagi birinchi kunlar juda ajoyib o'tadi. Ziyofatlar, suzish, yaxshi ovqat va alkogol. Frida Salter bilan yaqinlashadi. Lekin asta-sekin g'alati narsalar sodir bo'la boshlaydi. Odamlar vaqtni unutib qo'yishadi. Kichik jarohatlar paydo bo'ladi, lekin hech kim nima bo'layotganligini tushunmaydi. Eslay olishmaydi. Bir kuni Fridaning dugonasi Jessni sariq ilon chaqib boradi. Keyin uni xotirasi tiklana boshlaydi. Ertasi kuni Frida dugonasi Jessni izlaydi. Jess esa g'oyib bo'ladi. Eng qizig'i, boshqa hech kim Jessni eslay olmaydi. Hamma qanday Jess deb so'raydi. Frida esa bir kulbaga boradi va u yerda bir kampir unga qandaydir ichimlik beradi. Frida uni ichadi va juda achchiq ekanligini aytadi. Kampir esa bu ichimlikni ilon zahridan tayyorlaganligini ko'rsatadi. Keyin Frida orolda o'sadigan qizil gulni topadi. Bu gulning bargidan tayyorlangan modda xotirani butunlay o'chirib tashlaydi. Har kuni kechasi yigitlar qizlarni zo'rlashadi. Keyin esa ularning xotirasini o'chirib, ertasi kuni hamma narsani qaytadan boshlashadi. Bu ular uchun o'yin edi. Frida xotirasini tiklaydi va boshqa qizlarga haqiqatni aytishadi. Ular birgalikda qasos olishga kirishadi. Katta jang boshlanadi. Qizlar yigitlarni o'ldirishadi. Jessni esa Salter o'ldirgan bo'lib chiqadi. Oxirida Frida va uning Sara ismli dugonasi Salterni o'ldirmoqchi bo'lishadi, lekin o'ldirishmaydi. Frida Salterning elektron sigaret idishchasiga o'sha xotirani o'chiruvchi moddani soladi. Salter butunlay chalkashib qoladi. Ular orolni yoqib yuborishadi va qochishadi. Oradan bir necha kun o'tgach, yangi ziyofatni ko'ramiz. Frida esa Salter Kingning xotini va uning kompaniyasining bosh direktori bo'lib turadi. Salter esa doimiy ravishda o'sha moddani ichib, hech narsani tushunmay, xuddi qo'g'irchoqda yuradi. Frida uni puli va kuchidan foydalanib, o'z hayotini o'zgartiradi. Filmni video ostidagi Telegram kanalidan topishingiz mumkin.